Siz nima qilishingizdan qat'iy nazar gapiraman degan inson baribir ham gapiradi. Siz o'zingizda oqlab o'tirmang yoki o'zingiz tarafingizda olmang. Xo'p deng, o'z yo'lingizda davom eting. Chunki degina ular baribir gapirishadi. Isbotlarim bor. Agar ro'mol taqib, o'ralibgina tashqari chiqsangiz, mana uni qara, ersirab qopti, erga tegmoqchida, shuncha o'ralib chiqdi deyshadi. Yoki bo'lmasam kechagina ochiq-sochiq kiyinib, bugun endi yopilib olganini qara deydi. To'g'ri ma'noda yurganlar esam, endi to'g'ri yo'lda yuribdi. Barakalloh deyshadi. Agar kimnidir ko'zlariga tik turib qarab gaplashsangiz, mana uni qara, uyati ham yo'q. Tik turib gaplashishini qaraya deydi. Agar to'g'ri ma'noda sizni qabul qilganlar esam, xo'p, mayli, tik turib qarabdi, hech gap yo'q. Yana bir xil insonlar nima deyshadi? Meni yoqtirib qolgan, shuning uchun tik turib qarayapti menga deydi. Agar yerga qarab gapirsangiz, mana bu uyatni bilar ekan deb bir xillar to'g'ri tushunadi. Bir xillar esa buni bir gapi bor deyshadi. Endi savol, qanday gapirish kerak va qanday yurish kerak? Baribir gapiradi-ku.